Attiga 245 ming so'mga mana shunaqangi lazerlarni nuri ko'rinmay qolganda yorug'da mana shu apparat orqali bemalol nurini topsangiz bo'ladi. Buni biz ishlatib ko'ramiz. Mana shu apparatimiz bo'ladi. Bu yerdan yoqib o'chiriladi. O'chirdim. Buni bossangiz yonadi. Bunisi esa ovozini o'chirsa bo'ladi, yoqsa bo'ladi. Buni ishga tushirish uchun mana bu lazerimiz hozir xira joyda turibdi. Hop bossak pirpiraydi, yana bitta bossak tinnoq bo'ladi. Va ikkinchisida xiralashadi. Mana shu xiralashganda lazerimiz topadi. Ko'rishlar mumkin. Mana. O'rtasiga kelganda yashil yonadi, liniya to'g'rilandi. Buni biz endi bu yorug'dan ko'ramiz. Ko'rishlar mumkin. Lazerning nuri yorug'da ko'rinmayapti. Hop. Mana bu yerda o'sha ana liniyani aytyapti. Bu yoqdan ham sinab ko'ramiz. Ko'rishlar mumkin. Buni mana shu yerda liniyani qo'lda qimirlatmasdan ushlasalar, mana liniya yashil bo'lganda liniyani точно topgan bo'ladi. Kimga agar shunaqangi sifatli instrumentlar kerak bo'lsa, Ubay Tools'ga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Lazerlarda assortimenti juda ko'p. Sifatli lazerlarimiz Ubay Tools'da va kerakli instrumentlar Ubay Tools'da. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.